Assalamu alaikum, hürmetli kıyırımdaşlarım. Salamet durdunlar mı? Geçtiğinler hayırlı olsun. Cesaret müminlerge hoş geldinler. Yakın ayağı şu dava işlerimizde hayli işler bulup öttü. Bununki bazıları kütkünümüzdeki çıkan olsa, yani bazıları taza kütken yerimizden çıkmagandek tasir beri oturdu köpçülükке. Muşu işler hakkında bugün yana ustazımız hürmetlik G'ulam akini ekranға teklif kıldık. G'ulam akimizden özümüz ko'nglimizdeki suallarımızga cevap verishga tirishamiz. Assalomu alaykum, hürmetlik G'ulam aka. Ekranımızga hoş geldiniz. Ve aleyküm esselam rahmetullahi ve berekatuhu. Aldı bilen yakında hemimiz dikkat kıldık. Siz Türkiye'ye yana bir katım sefer kılıp geldiniz ve o yerde sürgündeki hükümet kayıtlı tertip silinip bir saylan buldu ve siz o yerde sürgündeki hükümetin reislikiga saylandınız. Bu benim bilişimde az bulmagan kıyırındaşlarımızniki arzusuydu. G'ulam aka yetakchilik yaxshi bo'ladi deb bu ishga deydigan sada burundan batdi. Bu ish oxiri amalga oshgan bo'ldi. Endi tabiiyki alda bir savol tug'iladi bu yerda. Ham sizning yetakchiligingizdagi bu surgundagi hukumat xalqning kutganlariga qaysi darajada yiqilisha oladi? Bu jihatda sizning konkret planlaringiz bormi? Endi mening saylanishim bilan meselenin hemmisi hal olup gitmeydi. Bunu tanış lazım. Bizning xalqninki mushu jihatdagi tanishi izchil yetarsiz bo'lib kelyapti. Saylamdan keyinla barliq xalq go'yo bekor bo'ladi, etizara qishlardan bekor bo'lgandek. O'zining ishiga kirishib ketadi. Bo'ldi, uni bir odamga havola qildik deb o'ylaydi. Yoki ixtiyorsiz shunday bir psixik shakllanib qolgan bir odamga havola qilingandan keyin bitdi. Uning qo'li sovudi, hamda u o'zining ishini qilsa bo'ladi. Saylangan odam bu ishni bajardi. Bu xil tunish hozirgacha hukmron o'rin turib ketdi bizning xalqimizning xarakterida. Endi bu nimadan kelib chiqyapti desa, bu davomizninki ko'lamini, hajmini, egizligini, yuksakligini yoki cho'nqurligini asli ma'nosi bilan, tut ma'nosi bilan tushunmaganlikdan kelib chiqyapti. Go'yo buni biz balalar o'yinchiqi, balalarning o'ytib o'ynag'ini yoki cho'ng odamning ishiga taqlid qilib o'ynag'ini o'xshash bir o'yin qatorida ko'rganligimizning oqibati bu. Bu tunish yetarsiz bo'lganligi uchun ishmi shunga yarasha bo'ladi. Qanchalik tunisak shunchalik ish qila olamiz. Tunish balalarcha bo'lganligi uchun ishimizmi balalarcha bo'ladi. Endi mening saylanishim faqat bu yerda qilishga tegishlik 1000 ish bor desak, 1000 turli. Shu ishninki faqat birsi hal bo'lgan bo'ladi. Endi qolgan 999'ini mening hal qilishimga, mening bijirishimga tashlab qo'ya olsa, bu demak yana bir qatimliq hamoqatlik bo'ladi bu. Buning uchun xalq shuni tunish kerakki, bu da'vo favqulodda cho'ng. Buning uchun buningga bir odamning emas, bir to'p odamning kuchi yetmaydi. En az bu xalqning 60% safarvar bo'lish kerak. Andan bu biz ish qila olamiz. Bu masalaning bir tarafi. Bu masalaning umumiy ko'lami jihatdan hal qilishning bir sharti bo'lsa, endi harakatning yadrosi uchun aytgan vaqtida yana bu bir odam, bir necha odam kifoya qilmaydi. Bu bir to'p bilgan odamlarning
yani kesipleşken, ihtisaslaşkan kadrlar koşuğunun işi. Bunun beşi olgan bir adam. Yani men deyli. Men fakat teşkilligiçi olalayım. İş kıygıç emas. Yani vazifelerini taksim kılışım mümkün ve onu vakti bitken vaktida sorap topşurup verişim mümkün. Bitkini kançılık, bitmegini kançılık. Ve nime için bitmedi? Onun sorugunu elişim mümkün. Başta olan adam fakat bir teşkilligiçi, maslaştırıcı vazifelerini taksimligiçi. O işin hemmini becerigiçi emas. Şundaklı bu hemmini becerişkimi mümkünçülük yok. Bunu bu cihetten tunugan bolsak, bu 70 yılda belki davanın terakkiyatı ma'lum musafalarını baskan bolattı. Aytapsiz ki biz izchil halda saylamdan kelli qutulumuz go'ya bu işten. Bu iş ilgisini taptı ve biz hem de yüzümüzün vaqtini qıysak bo'ladigan şekilde. Şuna endi bu yerda xalqqa men mushu nuqtani bir qancha yerda ta'kidladim. Saylam bilan qutulmaysizlar deb. Bu hukumatning yig'inidimi dedim men. Saylamdan keyingi so'zni o'timda saylab bolduq, endi qutulduk deb o'ylab qalsanglar, bitdi bu ish, aqmaydi bu ish. Deganni ulug'imi dedim, xalqqa dedim bir necha qatim. Endi mening qanday planlarim bor masalasiga kelsak, mening izchil planlarim bor. Men puxrachig'imdimi bor, bu tashkilotga aralashgan vaqtimdimi bor bu plan. Bu plan bor. Ama bu planni men o'rinlayolmayman bu planni. Xalq buni tushunishi lozim. Bu planni o'rinlashga bir guruh kuchli odam kerak. Plan bo'lsinlar ish bitmaydi. Onun icrasını qiladiganға kuchli odamlar kerak. Benim üstüge o plan bir turda bo'lishi mumkin emas. Unda bo'lsa bu yetarsiz bir plan bo'ladi. Unayt ko'p sohaga qartilgan bir plan bo'ladi ve her sohaning bir mutaxassisi lozim bo'ladi. Endi bugungi avvalimizdan aytgan vaqtida yetersizlik mana bu yerda. Bir ara umumiy xalq saylimi deydigan popanlar ko'tarildi o'tirliqda. Umumiy xalq saylimining aqibatining nima bo'lganligini deb o'tdik. Shundaqla ishni taqab oldi, boshqalarning kirishiga unimidi. Bir top adamlar bo'lib olib, bu hukumatni taraqqiy qildimi degan cho'qonlar bo'ldi. Endi bu qatim biz 10 necha odam yengildik ve shundaqla ishni keng kushada ochdik xalqqa. Bizga sonni to'ldiradigan, saylan vaqtida qo'l ko'taradigan yoki ovoz beradigan adam emas. Ish qiladigan adam lazım. O sanını zaten toşkassak mı bizimki faydası yok onun. Yararı yok. Şunlaşka biz ziyalilerimizni, mutaxassislarimizni teklif qılıvatımız hazırqıça. Yana bu münber arqılık yana bir qatim chaqiriq qilganlığı hesap olsun bu. Kelinglar hukumatni birlik kuchlantiraylik. Bu mening emas, yoki hukumatdagi bir top odamning emas. Sharq Turkiston xalqining hukumati bu. Sharq Turkiston xalqining hukumati ekan, oldi bilan hukumatingizga mas'ul bo'ling, qarindishim. Ba'zilar hukumat nima qildi deganni bek to'la so'radi. Hatto hukumat haqidagi eng oxirgi bir suhbatda qarindishimiz o'xshamagan 5 xil variant bilan o'xshash savolni so'radi. Hukumat nima ish qildi?
Endi xalq şunu bilish kerakki, dunyoning har qanday bir davlatida, har qanday davlat qonunlari, shirkat qonunlari, tashkilot qonunlari, qonun prinsiplarining har qandig'ida haq huquqlari, majburiyatlari degan ikki tur bo'ladi. Haq huquqlari deganning oldida majburiyatlari degan modda o'tirib qo'yiladi. Majburiyatni ado qilish birinchi o'rinda turadi. Haq huquqlaringizni surishti qilish ikkinchi o'rinda turadi. Ya'ni bu deganlik, agar siz majburiyatingizni ado qilmagan bo'lsangiz, haq huquq iddao qilolmaysiz degan. Andan keyin siz hukumatdan men bir Sharq Turkistonning fuqarosi bo'lish sifatida hukumatdan savol so'rash, nima ish qilganligining hisobini olish haq huquqim bor demoqchi bo'lasiz. Shundaqmi? Bu yerda o'xshash bir qonuniyat. Siz hukumatga qarata mas'uliyatingizni, majburiyatingizni, fuqarolik majburiyatingizni qanchalik ado qildingiz? Oldi bilan buni so'rang o'zingizdan. Siz hukumatga qanchalik yordam qildingiz? Buni so'rang. Uningdan keyin andin haq huquq iddao qilishga salohiyat qozongan bo'lasiz. Xuddi shuningdek qarindoshlar, endi agar siz haq huquq iddaosida bo'ladigan bo'lsangiz, oldi bilan uni ko'nglingizga bir fikr qo'yib turib, majburiyatingizni ado qiling va keling bizga. Sepimizga keling, birga qilaylik bu ishni. Siz nimani bilsangiz, o bilgan sohangiz bo'yicha hukumatga hassangizni qatam. Endi daftaringizdagi plan bo'yicha qolmasin, uni harakatga aylantiraylik, ijro qo'yaylik. Buni men qilib olmayman bu yerda. Men xuddi sizga o'xshashlan bir ojiz banda. Mening bek ortiq deyilgan taqdirda, bek ortiq deyilgan. Sizdan ikki kitobni ortiq o'qigan bo'lishim mumkin. Yoki ko'ngillarningki odat bo'lgan so'zi bilan aytsak, men sizdan ikki ishtanni ortiq eshitgan bo'lishim mumkin. Onundan boshqa ortiq yerim yo'q. Men sizga o'xshashlan bir mening oilam bor, sizlar. Ondan ekan bu shaklda qutulishni bo'ldi qilaylik qarindoshlar. Saylab qo'ysak vazifamiz tugaydi deydigan bu pozitsiyani. Shartga keling. Biz navbatda buni ochiq e'lon qilamiz. Bu shartlarni, biz shartlarni e'lon qilamiz albatta. Deb o'tganimizdek bu hukumat diasporadagi bir hukumat, surgundagi bir hukumat, sargardonlikdagi bir hukumat. Sharq Turkiston tuprog'idagi hukumat emas. Andan keyin buning o'ziga yarasha shartlari bo'lishi kerak. Agar Sharq Turkiston tuprog'ida bo'lsa, u yerda o'g'ri qaroqchidan tortib tuzgun, to'g'ri durust odamlikcha hamma fuqaroning ovoz berish, saylash huquqi bo'ladi. Ammo chet elda unda qilsak dushmanning qo'liga uchib qoladi bu. Onun uchun albatta shartlar bor. Shart shuki, siz izchil holda Sharq Turkiston da'vo sifatida aktiv faoliyatda bo'layotgan bir odammi yoki faqat saylam vaqtida teshiklardan chiqib kelib belgilangan ma'lum bir faili majhul odamni saylab yutib yana g'oyib bo'ladigan turdimmi? Bu aniq bo'lishi kerak. Shunga shart qo'yilsa bo'lmaydi. Mushu shartlarga uygun keladigan, ya'ni da'vo sifatida aktiv izchil faoliyatda bo'layotgan va bundan keyin faoliyatda bo'ladigan qizg'in vatanparvarlarning har qanday millatidan aynoqin boshqa Sharq Turkistonning yerlik millatlardan bo'lgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar, burundan deb kelayotgan 13 millat deydigan bir gap bor, burun. Keyin olib ketdi. 13 millatning 12sidan bo'lgan. Uning bir Xitoy. Har qanday Sharq Turkistonlik bu hukumatga kelsa, darvoza ochiq. Shunga buni o'rtaq gullantiramiz.
xalqning kutganlariga andan yaqinlasha olamiz. Xalqning kutganlarini billa ekkilisiz. Nimani kutayotganligini teşede turib emas, ichida turib ta'minlaysiz biz. Xalqning arzusi ma'vu deganni u vaqtda texmi güzel bo'ladi bu ish. To'g'ri. Endi sizmi dediniz, G'ulomka, bu ishda odam kerak, bu ishni qiladigan odam kerak. Chunki bu hem nihoyat mushkul bir da'vo, hem uzun muddatli bir da'vo deb. Endi hozirgi reallik shuki, bizning da'vo sepimizda uzun yillardan ish qilib kelayotgan odamlarimiz xeli bor. Bular endi o'xshamagan shakldagi tashkilotlarga markazlashgan, ham tashkillangan, shu yerda xizmat qilyotadi. Ham hozirgacha hech bir tashkilotga kirmagan, ammo o'zini oshkorlab, men da'vo sepga qo'shilman deyotgan, yangidan kirayotganlarmi bor. Endi to'g'ri dedingiz, bu ishni odam bilan qiladigan ish endi. Odam bo'lmasa, kadr bo'lmasa, odam kuchi bo'lmasa, ishni qilib bo'lmaydi. Shunga balkim sizlarmi yangi sukunlik hukumatning qaytadan guruhlangandan keyin bir qism shu da'vo sepida faoliyat olib berayotgan tashkilotlar bilan hamkorlashishni o'ylagan bo'lishinglar kerak. Agar shu farzim xato bo'lmasa, sizlar kimlar bilan hamkorlashishni o'ylayapsizlar masalan? Sharq Turkiston da'vo sepida mayli o şekilde, meyli bu şekilde o'xshamagan metodda, o'xshamagan uslubda Xitoy qarshi kurash qiladigan har qanday Sharq Turkiston qurilishlari bizning hamkorlik obyektimiz hisoblanadi. Faqat ular o'zini birdan bir vakili deydigan bu yo'g'on qalpoqni o'ziga o'zi kiyib olmasligi lozim. Onu bizmi iddia qilmayapmiz. Asli iddia qilsak biz qilsak bo'ladi. Chunki hukumat bunun etdi. Mayli sen uni qanchalik cho'ng bil yoki kichik bil, kuzanga il yoki ilma, bu tashkilotlar usti bir qurilish. Hukumat degan. Oxir bir kun bu ashyoga keladi va xohlamasan e'tirof qiladigan bir vaziyat borliq keladi. Buningga men ishonaman. Chunki davlatlar hukumat bilan muomala qilishni xohlaydi. Agar bir davlat bu da'voga yordam qiladigan bo'lsa, bu muomalani hukumat bilan qilishni texmi uyg'un ko'radi. Bu aqalli bir savol. Uning uchun bu hukumat usti qurilish ulash sifatida biz iddia qilsak bo'ladi. Birdan bir qonuniy vakili degan. Lekin Üzümüz sorab, üzünü soragan şah sorabdı degan temsilimiz var Uyg'urlar. Biz bu salohiyatni qozonmadik. Bu salohiyat qozonilgan vaqtida bu mayli biz deyli bu gapni aniq talaffuz bilan yoki demayli bu avtomatik aldı ashunda bo'ladi deb qaraganligimiz uchun buni biz iddia qilmayapmiz. Bunda bir da'voyimiz. Andaqken başka teşkilatlarımı bu iddiadan vazgeçmek lazım. Birden bir kanuni vekili, birden bir salayet vekili deydiğen bir teşkilat yok bu turda. Bugün. Andaqken bu yoğun iddianı kılıp hiç kim birleşemeydi onlar. Onlar iddianı kıygandan keyin birleşiş, hamkorlikning yo'lini kesib qo'ygan bo'ladi. Buni demaslik lazım. Bunu demesinler hamma xafalık tugaydi. Biz onun uslubini hürmet qilamiz, metodini hürmet qilamiz, onun da'vo shaklini hürmet qilamiz o vaqtda. Ama yo'g'on gapni deb turib, usul bilan da'vo qilsangiz xato bo'ladi. Buning uchun biz qarshi mecbur bo'lib qolamiz. Shunday. Birdan bir vakili deb turib, X bilen yazıladigan ismini götürüp yürgendan keyin bu da'vo tuyuq yo'lga kirib qoladi. To'g'ri, o pek yo'g'on gaplar deyilib o'tadi da hozir. Chunki xalqning ra'yi ma'lum bo'ldi. Xalq bu ismni xohlamaydiganligini jakaladi.
bu ahvolda xalqqa qarshi oldi, buni talaffuz qilishning mumkinchiligi o'tirdan qoldi. Buning uchun deyilayotgan yo'g'on gap. Ammo bunday yo'g'on gaplar tarixdan beri bor. Endi uni Mehmet Axunga degan vaqtda a shaklda deb, Johnsonga degan vaqtda yana bir shaklda desa, u aqmagan gap. U burundan bo'layotgan bir shakl o. Shunga buningda samimiy bo'lsinlar, bizga o tashkilotning uyi yo'q. Hammasi bilan hamkorlashsak bo'ladi. Chunki Tibetlarnikini aytgan vaqtida ulga qiysak, masalan, Tibetlarda mustaqilchilarmi bor, ayrılmaz bir qismini e'tirof qiladiganlar. Oliy avtonomiya deydiganlar. Onun qiladigan ishi va buning qiladigan ishi va. Aning kiralaydigan ishlari va mening kiralaydigan ishlari va. Buning uchun bu şekilde problem yok. Bunun da mesele yok. Fakat hiliq yo'g'on iddia. Buningdan voz kechilmek lazım. Bu sebepten bu iddiada bo'lmagan har qanday tashkilotlar biz uchun hamkorlik ob'ekti bo'la oladi va bizning aramizda zaten talashadigan hech narsa yo'q. Qarshimizdir degan gap. Ya'ni hammasi mustaqilchi. To'g'ri deysiz. Bu birdan-bir deydiganlar hakikaten özlerine hata baha berip kelgen. Yakının yağı halkımız ulağımı özlerinin avazı bilen cevap verdi. Mesela şu 100 bin kişilik imza jarayonida dastlab boshlangan imza loyihasi o'zgartirilib, davlatimizniki asli ismi qo'yilgan Sharq Turkiston qo'yilgan loyiha o'tirib qo'yilgandan keyin xalqimiz tariximizda, da'vo tariximizda tunji qitim bo'lib 100 mingdan ortiq adam bir imzo atdi. Hem bu Aksaray'a kirdi. Bu şundaq ameliyatları orqali o birdan-bir degan safsatiga raddiya bergan bo'ldi. Shunga hozir diqqat qilsak, bu birdan-bir degan gapni og'zidan tushamaydiganlarmi, o gapni ancha demaydigan bo'lyotdi. Ham burundan tilga olmaydigan mustaqillik degan gaplarni hozir pat-pat tilga oladigan bo'lib qoldi. Mana bu xalqimizniki ularga bo'lgan inkosi sual qo'yishlarning natijasi deb qarayman, chunki ular bu reallikqa yuz tutmasi bo'lmaydi. Sürgündük hükümet mi mana bu qatam qayta gruppalandi, kuchlantirildi. Ham sizmi da'votsiz bu xalqimizga ish o'tildi. Sürgündük hükümetning ishiga doim uchuq, hukumatga shu qo'lidan ish keladigan, ish qilaman deydiganlar odam bo'lsa, bizga qarshi olinmas dedingiz. Mana bu o'zgarishlar Sürgündük hükümetteki özgürlükler ve Paris'te yaşanan yığınlar, muşlarının hepsi atanmış o birden-bir degenden mevcut emesligi. Hakikaten siz degende birden-bir deyiş doğru kelse, sürgündük hükümet ismi olattı. Şuna hazır dava sebebinde şu teşkilatlar ara muhitte bir çoğun özgürlük var. Hem de bu ahval texmo yaxshilanadi deymi? Bundan keyin chunki hamma odam sal qaldisini silkib etib, aqli bilan ish qilmasa, o o'z aynaga qarabla men dunyodagi birdan-bir degani bilan haq e'tirof qilmasa, xalq e'tirof qilmasa baka. Amma yaqinda bir ikki cho'ng namoyish bo'ldi g'olamka. Birisi o'sha Salih Xudoyor inimiz chaqirib qolgan 100 bin kişilik namoyish. Bunun bu dünyanın hem yerlerden Uygurlarımız çıktı namoyishga, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz chiqdi. Yana birisi bu Jenevadagi echilgan yig'in, inson haqlari yig'inining oldida qurultoydagilar chaqiriq chiqarib, necha oy burun chaqiriq chiqargan. Biz u yerda Xitoyni o'rtog'iz qo'yib sotlaymiz. Bu 4 yilda dedim, o 5 yilda bir keladigan fursat. Muşunu çim tutmasak bo'lmaydi degan chaqiriq chiqargandan keyin ko'rib turdik ki dunyoning hamma yerlaridan oz bo'lmagan qarindoshlarimiz nurg'un iqtisod ajratib va qimmatli vaqtini ajratib u yerga bordi, Jenevaga bordi. Xalij qadam beribdi.
namayışların kölümü nəhayəti dağlıq yaxşı bolğan boldu. Ama o bağın bir neçə qeyrindaşlarımız bilan paranlaşıp kaldı. Onlar deydi, biz şundaq çoğun ümitlerdi bağıntık, biz aşıların degeni boyunca, eğer aşağıya bağın sepimizni çoğun köstüp, Xitayni, ularning Xitayni sotlışığa, o Xitayni cevap verişke, mecburlaşqa bir paydası bolsa deb bağıntık, oylamagan yerden Cenevadagi yig'in, BDTning yig'ini Xitoyniki cho'ng bir g'albisi bilan oyoqlashgan bo'ldi. Ya'ni aran 10 necha davlat Uyg'ur masalasini o'tirg'a qo'ydi Xitoyga. Andan keyin 120 necha davlatning tasdiqlashi ham maqtishi bilan Xitoyning yezib kelgan inson huquqlari doklati u yerda ma'qullangan bo'ldi. U yerga borgan oz bo'lmagan qarindoshlarimizning yuragi og'ridi yani. Biz bunda bir neticeni kütmügendik. Biz sonuç olarak iqtisat bilan vaqtimizni ajırtib berib, biz kütken netice muşu oldu mu deb gangrab qolganlar oson da emas. Siz mi diqqat qildingiz deb o'ylayman o Cenevadagi ahvolga. Siz qanday o'yladingiz bu ishni? Cenevadagi o namoyishga Uyg'ur qurultayla emas, menmi chaqirib qildim. Buni balkim jiq odam diqqat qilmagan bo'lishi kerak. Namoyish haqida men burun izohat bergan maxsus bir videoda. Namoyishni uning uchun qilamiz. Namoyishdan bir amaliy foyda chiqadi. Ashadilla biz darhol tağa mishkaplarimizni to'ldirib qaytimiz deydigan umidli qilmaymiz uni. Agar ashundaq ko'z oldimizda bir narsaga erishimiz deydigan umidli ish qilsak, ashunga bog'linib ish qilsak, biz hech ish qilolmaymiz. Ba'zi ishlarninki unumi ma'naviy jihatdan bo'ladi. Amaliy unum qazanılmaydı, manevi unum kazanıldı. Ve yana bazı işler var, növbette hiç qandaq neticesi çıkmaydı. Ama kelgisi üçün ma'lum manevi asas yaratıp koydu. Bu noktadan aytgan vaqtida bu Cenevadagi bu namoyishdan darhol unum qazanğan oldu deb bununla bek çoğ ümit bağlayan qarindaşlar xata qilgan. Aslida mushunda bo'latdi. Buningdan hech narsa chiqmaydi. Chiqmaydiganligini aniq bilgan turib, men uningga chaqiriq qildim. Chaqiriq qilishimning sababi ilgirida men namoyishlar haqida aytdi. Aniq to'xtalgan namoyishlar biz o'zimizning tirikligini namoyon qilish uchun, o'lmaganligimizni, qulluqqa tan bermaydiganligimizni namoyon qilish uchun qilindi. O'zimizning ruhini urg'utish uchun qilindi. O'zimizni jonlantirish uchun qilindi. Ashadili natija qozonish uchun qilinmaydi. Chunki u yerda hech zamon natija qozonilmaydi. Namoyish bilan shu yerda hal bo'lib, birini qozongan misal yok dünya tarixinde. Şoňaşqa bu Dünya Uyghur Qurultayının səvəlliki emas. Bunu onun günahı qatarıga yazıp koysak doğru olmaydı. O BDT degen bu teşkilatni düşünmek lazım. BDT güçlük oluşu, BDT haqqning sahibi bo'lishi, haqqning qozisi bo'lish uchun u davlatlar usti bir qurilish bo'lishi lozim. Nomdillam emas, amaliy kuchdim. Lekin u zo'ravon davlatlarning, kuchli davlatlarning qo'lidagi qurol bu. U aşı davlatlarning bergan bedel puli bilan oyoqda turadigan, şunun bilan yaşaydigan bir teşkilat. Andaqken u davlatlar ustidan hukm chiqarishi mumkin emas uni. Buni tushunish lozim.
O fakat bir görünüş o. Şundakla o aciz devletlerge karta kollandıgan tedbirler, yürütülüdügan jazalarga kanuni asas yaratıp birişki yaraydı. Güçlüklerge emas, acizlarga. Şunlaşka o Birleşken Devletler Teşkilatı'da meseleli oludu degen karışımızın üzüla yeni bir nadallığımız. O simvolluk bir teşkilat. Simvolluk bir teşkilat iken üyede itiraf girişimiz mi bir simvolluk managa ega oldu. Emeli ünümge emas, simvolluk bir ünümge ega olan oldu. Endi o köpçülük biladi, o asasen bir devletinin kontrollukida en az degendimi G'arbdagi bir qancha kuchli davlatning kontrollugida va ularning arzusini aks ettirishga yaraydigan bir tashkilot. Hozirgacha bo'lib kelayotgan ishi u. Biror yerda haqni, adolatni yoqlab va ashuningga zo'ravonlarni ma'qul keltirib, qaror chiqarib va bu qarorini amaliyotga aylantira olgan misol yo'q degancha. Quruluş tarihinden tatip bugünkü bunday bir misalga duch kelmadik. Andaki onunga o kadar ümit bağlaşının özü yana bir nadallığımız. Biz uyada namoyish qilsak, biz dünya jamoatchiligiga, ya'ni davlatlar, hokimiyatlar yoki unda katta xalqaro tashkilotlarga ko'ra jamoatga bir mesaj vergen bo'lamiz. O'zimizning tirik ekanligini, Xitoyning qulluqini tan olmaganligimizni, uningga bo'yin egmaganligimizni bildirib qo'yadigan bir mesaj beramiz xalqqa. Uning uchun qilamiz uni. Agar butun dunyo jimjit olg'a tushsa, Xitoyga qarshi hech yerda namoyish bo'lmasa, foydasi yo'q ekan deb bunu tasavvur qilib qo'yganlar, men buni buxma degan. Hamma yachim yilning 12 oyi 24 mavsumining hech birisida, hech bir xotir kunda birmi Uyg'ur ko'chaga chiqmab baqsin. Ashu vaziyatni tasavvur qilib qo'yganlar. Buningdan eng avval o'zimiz qo'rqib ketamiz. O'lga o'xshaymiz, tugashga o'xshaymiz. Mana shu tugashga o'xshaymiz deb qo'rqib ketishning aksichi bo'lsin, ashuning ta'tirsi bo'lsin deb qilamiz namoyish. Tirikligimizni o'z-o'zimizga jakalaymiz aldida. Avlodlarimizga jakalaymiz, dunyoga jakalaymiz. Qulluqni biz tan olmadik dahi. Biz tuz tutmadik degan. Biz oladigan natija bu. Aşağıdılılan bir netice alınız diyen qanday gap bu? Bu kadar mı nadallık olamdı? Onun için bu namoyishni xato bo'ldi, ortiqcha bo'ldi, qilinmaslik kerakdi degichilar xato qilgan bo'ldi. Bu qilinish kerakdi. Bundan keyin yana shunday ish bo'lib qolsa, yana qilish kerak buni. Aşında halkılık peytlerde, aşında Birleşken Milletler'de bulunduğun, aşında mühim yığın günlerde, onun işgalda da bir netçimin Uygur'un gelmesi daim bop duruş gerek. Biz başkalarının yoşurun eniga masaj yollayımız bunu oluyor. Biz bu masaj bilen onun yoşurun enini toldura alırsak, Andın onun kararlarına tesir gösterleyimiz. İlgari men psikologiyaga ait sözlerimde dep ötkendim. En anlıqma taraqqiy qilgan dep o'ylaydigan şu G'arb dunyosidimi, G'arb dunyosining xalqlarimi qarar chiqarishda 6% aql va mantiqqa tayanadi qarindoshlar. 6%. 94% yoshurun enida xamallangan, yani cug'langan uchurlarning
aş oxşaş türdeki uçurlar derhal bellekke aldı bellekke çıkıdı. Xuddi kompüterda nurgun narsa saqlandı. Biz qaysi programni qo'zg'atsak shu aldı bellekke chiqib ishlashga boshlagan o'xshash yoshirin аңда saqlangan uçurlarning navbatdagi shu ishga aloqadorlari darhol o'tirg'i chiqadi va rol o'ynashga boshlaydi. Agar bizning yoshirin еңimiz negativ uçurlar bilan to'lab ketgan bo'lsa, bu qarorlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Baholarimizga ta'sir ko'rsatadi. Xuddi shunga o'xshash biz boshqalarning yoshirin еңini bizga foydali bo'lgan uçurlarga to'ldirib yetalisak, andan ularning kelgusidagi qarorlarga ta'sir ko'rsatadi. Buni biz izchil davom qilamiz buni. Buni bir kunda tutadi, 2 kunda tutadi degan ham xayolni kallamizdan chiqarib tashlaylik qarindoshlar. Biz buyuk bir qasrga ul selyapmiz. Bu buyuklik bu dunyodagi hech qanday mavjud qasrlar bilan qiyoslanmaydigan darajadagi buyuk bir qasrga ul selyapmiz. Uni bir xishdan qo'yib chiqamiz. Uni vijdonni butun ekilib qo'yg'ili olmaydi. Uning uchun sabrlik bo'lmoq lozim. Derhal natija chiqmadi desak, bundan keyin qilmamdi nima ishni? Qilamiz uni. Dunyo Uyg'ur qurultiyi chaqirsimi qilamiz. Yana bir chaqirsimi qilamiz. Mening prinsipim hammalarga ayon bo'lgandek, bayroq bizning, shuar bizning, bayonot bizning bo'lsa, uni kim tashkillasa chiqmoq lozim. Va menga ixlosman bo'lgan qarindoshlarimning hammasiga bu shaklda murojaat qilib keldim hozirgacha. U bizninkiga chiqmaydi ekan deb qaydab uning qiyg'inini qiysanglar bo'lmaydi. Chunki u yerda bizning bayrog'imiz bor. Chiqaveranglar, u chiqmasa mayli, siz chiqaveranglar deb murojaat qilib kelyapman. Bugun men ham shuni deyman. Yana shu janvada, yana ashundoq dünya devletleri toplanıp bir muhim yığın açmakçı olup kelgüsüde yana çıkımız. Çıkalaydıqallı. Men baramadım afsuski, Bektolu sefer doğulu. Eğer baralığım bolsam men mi baratdım. Ama hiç anda afsuslanmaydı. Afsuslanish gerekmez. Biz aşağıda bayrağımızın lapıldıtıp aldık anasını hiç olmazsa qarindoshlar. Şuna bunundan hergiz konuğunu yarım kılmanlar. Bayrağımızın lapıldıtıp aldık, şuarlarımızı toğulup aldık, Xitayını tillab aldık. Tillayanmaydigan, tillag'isi bo'lsa-mu, ichida bilishga majbur bo'lgan xalqning ovozini yangrtib aldık deb o'z o'zinglarni avundiringlar qarindoshlar. Bunun yanıl faydası var. Rahmet, siz bu namayişten ümitsizlengen qarindoshlarımızga nəhayət yaxşı yetişib bədiniz məsələnin tügününü. Bu yerге bargan qarindoshlarımızın bir qismi bilan parangiz jarayonida degini, ularni bekrak üzgünü, ko'ngli yerim qilgini. Endi tarixda, inson tarixidan ko'rilib boqmagan bir xil qirg'inchilik bo'layotgan bizning vatandagi vaziyati dunyo xalqi bilib turib, yana 120 necha davlatniki u yerda Xitoyning yezib kelgan yolg'on raportini tasdiqlab qolmay, yana ba'zi arab davlatlarininki Xitoyning inson haqlarini maqtashlari u yerda. Endi bu bizga nisbatan faqat qabul qilib bo'lmaydigan bir ish endi. Burundan balkim ijtimoiy taratqular toza taraqqiy qilmagan davrlarda bu BDTning ichki qismida bo'layotgan yig'inlarda nimalar deyilyotidi, nimalar bo'layotidi, ancha bilib ketmayapti. Hozir shu yig'inni naq maydondan ko'z tutib turdi, anglab turdik, qaysi davlat nima dedi. Shu mushundaq ahvolda bizda qirilayotgan ahvolda mushundaq millionlab odamlarni akirib ketib, lagerlarga qirayotgan ahvolni ko'rib turib, 120 davlatniki u yerda Xitoyning yezib kelgan yaqin raporlarini
tasdiqlashi ham Xitoyning maqtishi bu normal bir insonga nisbatan bo'lib Uyg'urlarga nisbatan bir qabul qilib bo'lmaydigan bir ish. Şuna az bo'lmagan qarindoshlarimizningki ko'ngli yerim bo'lishi, ham qattiq umidsizlanishi mayada nashqatdan telefon qilib qoldi. Olamga birisi bir qarindoshimiz alaymi telefonni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz savol so'ramoqchimisiz? Kimdir bir savol so'ramoqchi edim-da. Qanday so'rang? Alo? So'rang. Olamga hozir bu Turkiyadagi vaziyatni hammamizningki olib ayon. Bu Xitoylarningki hozir qo'ldan Turkiyaga uzrab keldi. Bizningki hozirgi vaziyatimiz nima? Bu tashkilotlar yoki bir maqsad kiritishmi? Bu tashkilotlar bir niyatda bir arabchilardan bunu konuda zaten. İkincisi hozir Türkiye'deki qarindoshlarimizni yaqinda Kanadada chiqishda kuchlangan kishini Kanadaga tuzilishda kelgan qarindoshlarimiz va Uyg'urlar uchun. So'nggi ko'rsatuvdan qanday mustaqil javob berasizlar? Ma'qul. Ovozingiz degandek yaxshi chiqmadi, ammo so'rab qo'yay, G'ulom aka, endi anglayolmagan bo'lsa, men deb qasam bo'ldi savolingizni. Vallahi bu anlanmadı. Anlanmasa mı ben peres kıldım. Endi bir neçe sözgü qarata peres kıyığını buludu o. Zaten sizinki ahirki sözleriniz gibi benim demek soğuğan bir cevabım var. Bu cevabım bilen bunun berildiğin cevap arasında bir okşaşlık bayqadım. Şunu ben şu okşaş gapni desem belki her şekilsiga uygun düşüdü. Bizning bu Uyg'urlarda tarixdan beri bir qutupga o'zini bog'lab oladi bizning Uyg'urlar. Agar bu qutupdan zarba yesa, ma xam to'qiganni ko'rganlaring obdan bilasizlar. Xam to'qiganni 8 xam to'qiganni ma Mukova manta qiysak mayanga keladi, bu yanga qassak matrab mashina qilib qilamiz uning to'qish deganini. Aqaq va to'qish deb ikki manda tortilgan jip bilan manda kesishgan jip bo'ladi-ku. Qo'lmalarda. Bu mashinada kesishgan jipni mukiga yo'gaydi, muki deydigan. Shu mukiga o'xshash u yanga yoki bu yanga o'tadi. O kutuptan bu kutup ötüdü, onundan bunun ötüdü. Yani ümidini ma'lum bir kuchga bog'lab qo'ydi. Bu bir mo'min bo'lish sifatida, bir musulmon bo'lish sifatida mushriklik qilib turadigan bir jinoyat, bu gunoh. Biz ümidimizni Allohdan boshqa bir nimaga maxluqqa bog'lab qo'ymaymiz. Bizga berilgan ta'lim o, islomning ta'limi. Konu ziyalilerimiz 50'li yıllarınki tevarrükleri. Ruslar bizni qutqizib oladi deb uzun zaman Ruslar ümit bağlagan. Bizning meşhur Sıdık Hacı Rozikamla şu Ruslar ümit bağlaguchilarning birisi edi va keyin shu aqmagandan keyin qochib shu Sovetga qochib yo'lida tutilib qolib qolganlar. Onundan keyin bu bo'lmaydi ekan bu deb uningdan shalaq qilib Turkiyaga oldi bular. Mashalar hammasi Turkiyaga oldi. Turkiya yordam qildi, bizni ozod qilib qo'ydi deb. Keyin endi uni bo'lmadi, qarasa Turkiya bir ojiz davlat.
Uzadi üzünün canına bakanmaydı gidek, onun uyulunub, bunun uyulunub жүрген bedöler. Gerçi bunu Türkiye'nin içindeki itiraf kılmaydı da pek güçlük hesaplaydı. Ama bununla çoğun resim noktasından karağa vaxtıda bir aciz döler. İktisadi aciz. Endi onun da ümitini üzgenden killa Amerika azat kılıp koydu dedi. Ben bunun 98 yıl neşir kılıngan Eynek degan kitapta dep öttüm bu geplerini. Hazır kaç yıl oldu şundan? 20 yıl oldu da. 20 yıl oldu. Bir Uygurga juqmayaptı endi. Çare yok juqmasa. Savak kabul kılmak lazım insan degan. Akıllı olmak için. Okumak lazım aldınqılarının tecrübelerini. Endi bu Amerika azat kılıp koyduğu düştü keyin. Endi men hayranmanki nima uchun? Bu savolni qo'yib chiqish kerak aslida. Nima uchun? Sana qazda olganligi uchunmi? Yoki o tag'imizning o'g'li bo'lganligi uchunmi? Nima uchun azat qilib qo'ydi? Uni azat qilish deganga qurban berish kerak bo'ladi. O o'zining fuqarosini qurban berib boshqa bir davlatga nima uchun azat qilib qo'ydi? Mumkinmi shunday bir ish? Bunu idrak kılmak lazım aslında. Eğer biz devletle düşünsek, aldı bilen devlet neme? Bunu düşünsek, hem başında her xil ağırıqsılaqlıdan qutulumuz. Deyli ki devlet menfaat üstüge kuruludu qarindaşlar, menfaat üstüge. Hissiyat üstüge kurulmaydı. Adamgerçilik tanımaydı, tukkandayçılık tanımaydı. Eğer onu tanısa bu devlet halak bulurdu. Bu adli rejimi tanıyla kardeşler. O Türk kardeş olsa ya ki Amerikalı kardeş olsa kat'i nazar. Menfaat üstüge kuruldu devlet ve özünün menfaatini asas kılıp siyaset belgileydi. Anda oğan iken netice nihayetde asan kabul kıygılı olduğun oldu. Bizden kırgınçılığımızdan hakkı nime? Özümüzün kırgınçılığını özümüz tek toluk idrak kıp bulanmavatkan tursa, bugünkü günde yanışlı Xitay'dan ümitli üzenmevatkan buruncu Uygur batılsa, yok mu ya? Hatta onunla olmasa eti üzügü nöbet kildiğallığı pakitlardan ayan bulaqlıq tursa, eti kaş nöbet kâgiçe paydap ağaç durmamdım da bugün yanı işlevatkan Uygur tursa onunla Xitayga. Hakkın nime ağırını mı? Hakkı ötküzep koygunumuz var mı? Hak bizni öddik ağam mı? Gep bir yerde. O özünün devletinin menfaati için siyaset belgileydi. Hissiyat için belgilemeydi onu. Koyuveren dindarlığımızı, dindaş, okşaş dinge itikat kıl. Yok. O devletin puhraları biledi bunu. O puhralıdan siz dostluk kazına alışınız mümkün. Hissadaşlıklarını kozgaya alışınız mümkün ve onun hissadaşlıkı erişe alışınız mümkün. Lekin hakimiyet tamamen başka bir narsa o. O hakimiyet xalqqa o'xshash hissiyatga ko'ra qilmaydi o ishni. O payda menfaat nuqtasidan siyaset belgilaydi ve karar chiqaradi. Unda bo'lgan ekan biz shu Turkiyadagi ishqimi javob topa olamiz buningdan. BDT'deki ishqimi javob topa olamiz buningdan. O'xshash natija e'tibori bilan devlet hissiyat ve münasebeti yok devlet hakimiyetinin. Xalqning alaqası var o hissiyat bilan. Xalq dindaş bir xalq ekanman deb islashlik qilishi mumkin. Bu mening qandishim deb islashlik qilishi mumkin. Lekin hakimiyet beshidikilar soğuqqanlik bilan bu hissiyatı aşı urg'ib ketib qolsa uni besib elib
aş qarindaşlıqның tüpeylidin, aş bizning azabımızga yüreki eçişip gitip basım, aşını besip elip, devletning menfaati üçün qarar çıqamısa xata qılıdı o, qıyğan boludu o. Yanlış qıyğan boludu, yüzü patlaq qıp etip qalıdı. Andaq eken, o bizni dep başqa bir devlet yüzünü patlaq patırıp qo'yish kerakmi? Mümkünmü? Aşu biz aşında tamadı bolsak to'g'ri qıyğan bolamdı. Bu devletni tushunmaganligimizning aqibati bu. Bizni dep hech kim o'zini qurban bermaydi qarindoshlar. Bunu bileyli. Özümüzninki tehi yerimizden cık adam tehi xiyalık gelmey yürüvatsa xalqdan nima dep ağırınımız? Namoyish qanchadan chiqdi? Ana Amerikada qildik namoyishni. Necha ming Uyg'ur bor degan Amerikada qanchadan chiqqanligini sanay olaysizlarni videoni ko'rsanglar. Bir kun shu ishidan tuttusi bo'lmabdi. Go'yo bu iliqi kişinin işığa tomuzlu koltuğun aptı deydiğen temsil vardı. Bu Uygur milletinin yüzünün işığı tomuzlu koltuğun deydiğen manda galitlikleri var. Andaqken biz xalqdan ağırlanmayız qarindosh. Yüzümüzge hezi olmamız lazım. Yüzümüzni yüzümüz qutquzishimiz lazım. Bunu bek tolu dedik bu gapni. O'xshash gapni bu kadar ciddi ish. Endi aslida yodolab ketish kerakda, yana o'xshash savol so'raladi ekan yana. Chet elning yordami qanday vaqtda bo'ladi? Uning manfaatlari taqozosi bu Sharq Turkiston masalasidan kechadigan bo'lsa, u bizga yordam qiladi. U bizga yordam qilmaydi, amaliyotda o'ziga yordam qiladi. Chunki o'zining manfaati shuni taqozo qilganligi uchun. O'ylab boqinglar. Bizning shu 2-Cumhuriyet davrini tunigan tarixda hatto bugungacha hayot yashayotgan shohidlar bor. U qadar yaqindik tarix. Sovet ittifoqi keltirib chiqadi o ishni. KGB'ning jasuslarini evatib, eng dastlabda Sarankini yoqdi. Eng dastlabki Sarankini yoqqan Fatih Batur yani bizim Batur deganlar KGB'ning adamlari. Başlık Serenkini yakıştın tatip keyin utan selip Gulxanga aylandırışqıcha hamma Sovet ittifoqining o'yini edi. Ve bu ko'rinishga bir hukumat bo'lardi o'tirdi. Bizning adamlardan tarkib topgan. Amaliyotda bu bütün hukumatni, bütün milliy armiyani kontrol qilib turgani Sovetning mutaxassislar, maslahatchilar degan ataqdiki adamlar etdi. Vторой dom, ikkinchi uy deb atalgan uyda o'tirdiganlar tarafidan kontrol qilinadi. Bizga yordam qilgandek ko'rinayotgan bu yordam Sovet ittifoqining maqsadi ish qashqandan keyin tag'ag'i selib, og'zini bo'g'ab Xitoyga tutqizish bilan oyoqlashdi. Chet ellik yordam qilsa, ashunday yordam qiladi qarindoshlar. Bundan keyin bu ashunday bo'ldi bu. Lekin biz manda harakatsizlikdan ko'ra, hech qilinmagandan ko'ra, bir davlat o'ynasa bizni, uning huquqimizni etib turib, o'ynashiga biz o'ynab turamiz. O'ynashimiz kerak ham. Chunki ular o'ynasa, u yanni anda yo'g'o o'ynaydi. Milliy armiyada 40 ming kishilik muntazam armiya. Tankı Bronovic'ten tatip uçakça kurallangan resmi bir armiya. Aşağı kadar yoğu oynanğa uyandı o. Eğer bugün bizse, yani bizim aşında çoğun oynayman dese, biz elbette makul işimiz gerek olduğunu onunla. Bunumuz müşünde peçke olab bir bulundu kalımız, bizim desep itep gidiyordu, hiç kim kömür. Bir yoğun devlet anda oynasa, biz nemeni paydalamız, 2. Cumhuriyet'te nemeni paydaldık, 100 minliğen şehit verip, neticenin oldu, nol oldu. Maddi noktadan biz hiç neresi gelişmedik. Burun Xitayning kulu ettik, keyin Xitayning kulu olduk. Özgerge hiç neresi yok. Şundak var?
Amma o'ylab bakыңlar qarindoshlar. Bunun ma'naviy ta'siri bugungacha yuraklarimizni yalqinlantirib turibdi. Bugungacha har qatim biz buni eslasak, bir qatim vücudumuz titreydi. Ateşlerimiz yanıdı. Gazaplarımız qaytadan baş götürdü. Bizge bo'lgan ma'naviy foydasini eslaylik. 100 ming qurban hech narsa emas. Bugun million qurban bo'ladi, million. Hech qanday foydasi yo'q bugunkisining. Ammo o vaqtdagi 100 ming şehitning biri Allah'ın dergahida şehitlik mertebesi aldı ular. Bizning nazarimizda büyük kahraman ular. Endi bizga qolganicha aşı resimlar, aşı medallar, aşı güzel hatırlar evlatdan evlatga bizning ma'naviyatimizni beyitib bizga ilham bo'ladi. Ve biz şarait yar bergen vaqtida devlet quralaydiganligimizni, şarait yar bergen vaqtida ölümge pisan qilmay, hatta ölümning nöbetini talashib, şehitlikning mertebesini talashib, düşmanga etiladiganligimizni ve unda qilalaydigan jasoratimizning borligini her zaman esimizga soladigan bir ma'naviy abide. Onun maddi jihatdan hech qanday natija qozonganini qo'yavering. Bizga aş abidening o'zi yetib aşıdı. Agar aşı bo'lmagan bo'lsa, bugun qanday qilardi? Bizning ruhimiz bugungichalik bo'lmaydi. Sunib, ugilib, to'zib tugaydi. Aş ejdatlar o'zining qani va jini bedeliga bizga yaratgan aşı uluglarning o'zi yetarli biz uchun. Agar kelgusida yana bir davlat bizni yana aşında oynasa ve yana biz shunda qurban bersak, biz rozi bo'lishimiz kerak. Bumuz behuda o'ldimiz ana. Hozir behuda o'ladi, million odam bo'ysunish bilan o'ladi. Bo'ysunish bilan qarshilik qilib emas, bo'ysunib o'ladi. Uning Allohning dargohida shehidlik martabasi bo'landa bo'ysunib o'lgandan yo'q. Ne bu dünyada izzeti, ne o dünyada kadri yok. Bunda ölgenden küre, aşında öleyle yan bir sık gidelim. Oynusun bir döylep, yoğun oynusun. Kurallandığısın misalen, biz düşman bile erişip, can meydanında 100 bin emas, milyon kurban bireyle neticesi bolsun bulmuşsun, hiç olmaganda Allah'ın aldığında şehitlik mertebemiz olur. Onun için deymen ki endi kelsek kıyımıga. Devlet bakadan baka yardım vermeydi eğer bizdeki bir asaretlik milletki yardım verişip doğru gelse, özünün menfaatinin yolu çıkarsa bizni bir vasıta sıfatı kollanıp yardım vergen bu da oladı. Onun bir kazançı var, onun bir közlüğünü var. Bu her xil oluşu mümkün. Hatta 2. Cumhuriyet devrinde boğunu dek, karşı tarafını ma'lum şartga ma'qul keltirish uchun o'ynalgan bo'lishi mumkin. Ve bu halda o şartga ma'qul keltirilgandan keyin xuddi bizni qilganga o'xshash tag'ag'i selib, og'zini bo'g'atni qo'liga tutqizib qo'yishi mumkin. Shuning bilan oxirlashadi. Yana bir xil ehtimolda asaretdagi millatlarning tuprog'idan oladigan bir manfaat bo'lishi mumkin va shu davlat qurilgandan keyin mustaqil bo'lgandan keyin sening tuprog'ingdagi mal ishlarni menga bersan, uni men qilaman yoki u boyligimning 50%iga men sherik bo'laman deyishi mumkin. Bu yardım aşında olurlar yardım. Ben hem de biz qanday qilamiz? Aşında olgan vaqtida siyasinin teorisi shuki, mevcut düşmandan qutulish uchun yana birisi o kadar texmi xatarlik bo'lish ehtimoli bor bo'lsa-mu, uning yordamini qabul qilish kerak bo'ladi. Chunki
Birinci nişan siyasi degende nişanның qadam basqıçı boluduğu bir basqıç mevcut düşmandan qutuluş bolganlygy üçün biz ma yardam qıygıçının onundan xatarlik ekenligi, onundan mı yamaraq ekenligi degen o kelgislik işlerini koyup durumuz bugün. Eğer onda mürekkepleştirip alsak iş kılamayız. Onu koyup durumuz. Nişanla addilaştırış etme sözlep ötkendim isim oldu ba. Nişanla addilaştırığa vaktimizde bir düşman hukunu. Bu mevcut düşmandan kurtuluş için her qanday yardımını, her qanday şart bilen kabul qilishga mecbur biz. Ve onundan keyin manыңdan bir qutulganның yağı Allah bir nima deydi? Allah'a tevekkül. Uçakdaki kişiler o vaxtki adamlar cevap verdi. O vaxtki adamlar hal qiladi yakın. Sizning vazifemiz göz aldığımızdaki düşmandan kurtuluş. Bu devletlerinin asaretdeki milletlerge yardım qilishi meselesiga ait kichkina bir savol. Bularni tushungan vaqtimizda endin biz Türkiye kardeşimiz durup bizga mandaq hech qanday bo'ladi yoki Amerika degan demokratiyaning erkinlikning homiysi turib andaq hech qanday bo'ladi emas. Devlet degan manfaat ustiga qurilgan ekan, o o'zining manfaati uchun buni qiladi. Bu normal deb buni tushunaylik. Buni tushunaylik. Özümüzün işini özümüz tedbir aladigan bo'lamiz. Bo'lmasa tashlaymiz hammani falanchi qiladigan deb tuyuladi bizga. Falanchi ham bizni manda qilib qo'ydi, po'konchi ham bizga manda qiladi deb haqq tashlaymiz. Haqq tashlamaylik. Öz işimizni özümüz qilmasak bo'lmaydi. Bizning Allohdan boshqa yordamchimiz yo'q. Endi kelsak bu Turkiyadagining növbetdeki vaziyeti hammalarga ma'lummi? Türkiye'deki nurg'un qarindoshlarımızın ahvoli intayin xatarlik. Bunda xatarlik bo'lishinin 5 yıldan çatak. Çünkü bu qutquzib olingan vaqtida Sharqiy Janubiy Osiyo tarafdan qutquzib ekkilingan vaqtdan tartibdan bu iş pakiz bir iş emas. Ben ilgirimi deb o'tdim. Bu Xitaylarning oyunu ve bu uyanga bu Türkiye'mi dahil. Bu uyanda Türkiye'mi bir qutqazgıçılık rolünü üstüge algan. Endi bu qutquzishni ahirgacha qutqazsa Xitoyga foydasiz bir qutquzish bo'ladi bu. Xitoy bilan bo'lgan hamkorlikda bunday modda bo'lmasligi kerak. Faqat qutqazgan ko'rinish bir işlem buluş gerek o rolda ameliyatı qutqazmaydilar. Anda olganda Türkiye'deki qarindoshlar chuqum Birleşken Milletler Teşkilatı'ga Musafirlar Komiteti'ga tizim kaldırıp qo'yish lazım. Çünkü anlaşımda türkümlep tutkun kılıngan Uygurlar gayip bulup gityotmuş. Nega qamalganligi, nega ekanligi, borligi yoki yo'qligi noma'lum. Bunda bo'lmasligi uchun ular o'zining mavjudligini qancha ko'p yerga bildirib etsa, ularni yo'qotib o'tish ta'sirroq to'xtaydi. Chunki Türkiye xalqiga ishonch qilish mumkin. Hükümet aşında hissiyat bilan ish qilmaydigan payda manfaat uchun qildigan bo'lgandan hükümet aşında qiladi. Ammo xalq yanıla bizga yaqin, bizga izdoshlik qiladi. Anda bo'lgandan keyin masalan muxolif partiyalarga tizim qoldirish lozim Uyg'urlar. Bu davoni muxolif partiya qiladi keyin. Yo'qolib ketsa, "Ma adam qana, naga satdingmi yo joyga qamadingmi, bizga uchurni ber" deb muxolif partiyalar onun sorğunu qilishi mumkin. Biz özümüzün sorğunu qilolmaymiz qarindoshlar Turkiyada. Mayli dunyoning hamma yerida. Acizligimizdan. Anda bo'lgandan keyin muxolif partiyalarga tizimlab
ve bu ahvalni ularga bildirish lazım. Bundan ilgari tutqun qilingan ve yo'qolib ketgan Uyg'urlar haqida ularni uchurlandırmak lazım. Ulu sürüştü qilishga qiysin bunu. Bunun başka hozircha sizlarga mening hech qanday bir qo'llanishga bo'ladigan tavsiyam yo'q. Chunki men bir aciz. Kaşki mende şunda bir kuch olgan bo'lsa, men uni qutqizib olsam bo'ladi-da. Bu yo'q. Shunlashqa eng asosli kuchli muxolif partiyalarga yiqilishib, tizimlikni beringlar ve yo'qolib ketganlar haqida uchirib beringlar ve bundan keyin bizda agar bizning ishimizdan yana yo'qolib ketadiganlar chiqib qolsa, surishti qilishinglar uchun men tizimlikni beryapmiz-da. Shunaqa qilsanglar, balkim yo'q tuyutish ancha oson bo'lmaydi. Chunki Turkiya demokratik davlat yanala. Demokratik davlat bo'lganligi uchun hokimiyat o'zining xalqiga, ishini xohlagan shaklda qilavermaydi. Xalq tushidi unga. Xalq ko'chaga chiqdi. Xalq isyon ko'tardi, namoyish qildi, norozilik qildi, shunlashqa xalq bilsin sizning mavjudligingizni. Yo'qolib ketib qolganligingizni Turkiya xalqi bilsin, partiyalar bilsin. Andın yo'q tuyutish oson bo'lmaydi. To'g'ri. Allohda bir nechta telefon kelib qoldi. Ulamka bir qarindoshimiznikidan telefonni olay, balkim savol qo'yishi mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jasorat opamni savol so'rsak bo'ladimi? Qanday so'rang? Men o'ylamaganimdan ikki savolim bor. O'ylamagan anlatmamsiz. Yaxshimisiz? Aslida shularni dunyo o'ylab quruvchi tashkilotni so'rsam bo'ladi, lekin ular telefon olmagan. Facebook kırıp internetiz koysam onun üçlük kımıl cevap verdi. Şu an benim programın nahmeyden koydusuna bir şey telefon koysam. Belki oranın kadar yapkanlar yıkılmış olan kanunu. Ben anlatmak istiyorum. Gerek değil mi? Çünkü olan kanunu benim doğruluk karayla. Birinci sualım. Dünya Uygur kuruldu. Xitay sonra kılınız da içerler üçüncü adamın ahlarıyım. Uygurların başına çoğun külemde namaz kılmanı yaxşı. Öyle hazırki şaraitimiz. Böyle düşünen namazdan kümde kılışımız gerek. Lekin biz hazır Uygurların ıqtisadi şunchalik maceralarda kümde Türkiye'nin o yitten bu yitten kışlık giyimi yok, topaylısı yok, ayıbı yok. Başında kutuşlar kep yapıyordu. Yani çıkımız kıtılla yani paylaşmaya yarıyor. Lekin aşağı soraklarımızda şunca adamın apari her birine işleminin halisi kancılık pul. Bu pul şahsen yine yaşkın çıkınca lekin ben bunların onunla ve yok üstünde elip yapıyorum. Eğer Xitay'ın şunda bir sorak kalmasa neydi değil. Lekin bir dediğimin meydanı çıkırdım. 5 gün ayıp anlat çıktım. Bir de dedim ki içimkilerden anlat yığılap gittim. Neymiş için? İçinden Uygur aslanlık milletlerinin çayınız Müslüman dedi. Eşede dünya erkiliği o erkiliği bu erkiliği değildi. Benim için çayla Müslüman teslim koptaydı. Bizim devarımız, bizim ağzıqlı meselemiz, bütün meselemiz var. Bir milletin mevcudatlığı yargıcı dünya kurup tüneş meselesi. Dava zat kanda anını bakıdı. Bu davatını aşırı anlatırken aşırı büyükler, işçilikler davanımızı özür yüzü aldı. Ona yaratılmış dava kılarak kalanlar anlıklı işler bunu anlat yattan yüzü kadir kaldırıp anlıklı birbirine 294 devletin adını okutuyor efendim. Bunu kimmiş mendesler ne? Niye bu küçük 35 milyon değerli bu 20 milyon değerli bu bir millet ne gibi bir kendini boşuna çapacaksak buranda. Ben vardı hazırlık geldim avazımı katıştık ketişim var. Lekin BDD'nin işçilikler var. BDD'nin sırtındaki her aslını bozun ve teşkilatların adı bozun. Bu get işkisi çıkardı lazım. Her kandan bir şey ekranın adı tuğan kıyırdaşlar. Bundan içinler ya da alınlar giysiler kırpetme. Devamımız zaten kanı anlamadı. Şinjan'da aslan millet aldı. Xitay bizim yurt şundak deydi. Vatanın sırtı çıkıp şundak deyse, bizim zaten şundak deyince kim mecbur bağladı? Amerika hükümetin bu ya ki Avrupa İttifakı ya ki BDP'nin biz neymiş Şarkı Türkistan milletler mevcudatı yukarıda millet kırmızı diyen neymiş anlayamayız. Şundak nasıl çıkmıyor. Fakat onun için İslam'ın ki El Cizare mahadanı koydum. Aşındak bir haber çıktı fakat İslam'ın 3 cümle
Üşüyen müstakillik taleplerdir. Ben bir yer gördüm. Onunla baş bütün etarların kata anlamadılar. Endine dünya kurduğunu ne için? Çünkü İnkılap kıldı. Bir adeti bir kazan kamadas değil tanıdığımız 10 kişiden de 5 kişiden de öldüğümüz kılalarız, bilelerimiz kışışını kattan. Dok çünkü aşışını kattan diken bunu bir de 100% nağlık bulmamız adım ölçer yandan da. Bir ölçer bizim şunda kılmaz. Bunun koyulan efendim bir ırklar bir işçilerimiz gerekirse bizim başına bulduk hakem anlaşkan. İşkinci hazır kopar, işkinci sualım hazır. Bu sağlıkla bize hış paranla anın da sepetler. Şinjan burada kanunu Amerika çıkarmak isteyen o kanunun tersine oku çıktı Şinjan'da. Biz Şinjan'da bir kanun çıkaracak türlü daha tapılanı tapanmalı. Kim bunun kapına birereydi. Eğer de kanun vakumlu türde bazı değil. Ama adam çıkarken adam közen, topukun közen hoş bulunan. Lekin o tapanlar aşı Şinjan'da aşı kanunu yüzde bazı kayıtlar ücretlese şu tabi. Bizim müstakillik yolumuz nereye gidiyor? Müşna her kadar bir inkılapçı her bir türden değme fırsat kapsam değerleymen. Hem ulan müşna kutuda kırılanması topu cevap yaşama oylayman. Şundakla program anlatma her bir türden şeyse oylap etmiyor ama milletini kendime oylap etmiyor. Çünkü bir çıkıyor rahmet. Rahmet sizge. Bu kıyırımız ayajandaki bunda qadimda az emas qo'lamka. Bo'lsa, xapamay bir javob bergan bo'lsangiz. Bu kızımızın hayacını ben doğru düşünümen. Birleşken Milletler'de boğan bu meclisinin kütken netice beğenmişi ve bir yerge serp kılıngan iktisat bu amıllarını oylagan vaxtda bu hayacanını teximi konkret, teximi emeli düşünüş mümkün. Lekin endi biz bir millet ulaşışıda her zaman çoğun vaziyetini gözüküşümüz gerek. Chet elliklerinin deyiş adeti boyunca çoğun resimni görüşümüz gerek. Onu teşkil kılgan uşak noktalarını emas, çoğun resimni nazar tutuşumuz gerek olur. Bu halda Türkiye'de nurgun qarindoshlarimiz iqtisodiy jihatdan bo'hron ichida. Ijaraga pul topolmayotganlar, yeydiganga pul topolmayotganlar, ko'chada qolayotganlar mavjud. Bundan xabarimiz bor. Mushundaq ahvol ostida bu Janvadagi namoyish uchun necha ming dollar pul sarf qilishga erzimti deyilse bu çoğun resim noktasıdan emas, küçük noktalar noktasıdan doğrudur. Ben aldığım bir sözlerimde bu Yahudilarning devlet kuruş jarayoniga alaqadar bazı misollarni bergandim. Theodor Herzl Angliyadagi Yahudi baylarının yoğun baylardan birisi olan Mars Barın degenge bağa vaqtida ziyoratga milletiga yordam qilish haqida yordam so'rab bağa vaqtida Barın diyor ki men her yili 200 milyon pul xarjlayapman. Şu aç yalang'ochlarni, namratlarni qutqizish uchun deb javob berdi. O videoni tepib, eng yaxshi qaytib ko'rib baqinglar, men naqllarni men aynan deyamman, asosiy mazmunni da'vatim. 200 milyon pul xarjlab, Yahudining namratlarini qutqizyapman, yuylayapman, Argentinadan yasitib olib, bu yerga ko'chirib olib joylashtiryapman degan vaqtida Theodor Herzl uningga efendim siz milletga yordam qilmayapsiz. Siz divan ishlab chiqaryapsiz degan. Qarindoshlar.
tefekkür kılınlar hem de. Divan işlep çıkarıvatsız degan. Çünkü o Theodor Herzl'nin davatını büyük resim. Bütün Yahudiliğini öz içine algan bir resim bu. O Mars barının ismini doğru diyemedim. Barın doğru ismi. Onun davatını bu resimni teşkil kılgan içindeki ma'lum bölek noktalar hakkında davatıda yardım berivatın. Ama bunu Theodor Herzl nime davatıda siz divan işlep çıkarıvatsınız diye. Biri tayyar sahavetki ügünüp kılıvatıda bu halk demekçi. İkincisi bir millette namrat yüylep bu namratlarını tügetkin olmaydı. Bu dünyanın kanuniyeti. Bu noktada aytkandı mı siz milletke yardım kılıvatkan hesaplanmay kalasız demekçi. Milletning umumiyeti kutuluşu lazım. Onun ma'lum bölekteki bir guruh adam kutuluşu. O muhim emas. Her millette var, hatta her milletlerde, devlet olan milletlerde, dünyadaki bu ilim-fenning yüksek seviyesini yaratkan milletlerde deylik ki ilim-fen patentleri en köp bolgan, Nobel mükafatına en köp erişken milletlerde mi? Makansızlar var, aç kalıdığanlar var, namratlar var. Xuddi bu bir poyizga o'xshatsak, poyizning parovozi bo'lgandek eng oxirgi vagon cho'qim bor. Eng oxirgi vagon bor. Hammasi boshda manganmaydi. Cho'qim oxirda mangadigan vagonlar bo'ladi bir poyizda. Bu nuqtadan aytgan vaqtida o kadar namratlarimiz bor turibmi? Mushunda yerlarga pul xarjlasak bo'laverdi qarindoshlar. Ko'z kichik olmanglar. Meseleni bütün millet dairesinden oylayın. Bu benim bir cevabım. Endi o Birleşken Milletler'in içindeki o eçinişli hal. Nime için ular bizning meselemizni koyganda Şinjan deb qo'ydi. Nime için bizni Xitoydagi assalliq millat deb qo'ydi. Bu prinsipmi? Bu burun bizga ashunda deyilgan. Bizning xalqqa shunda deyilgan. Buningga yo'l qo'yilmaydi, ashunda deyishga majburimizda. Bugun bu safsata putirab turolmaydi qarindoshlar, yolg'on bu. Bu keyingi 20 yildagi chekinishning natijasi bu. Davaning ismi Sharq Turkiston bo'lishdan avtonomiyaga aylanib qolgandan boshlangan bir chekinishning mahsuli bu. Davayınızga igi çıkıdığan bolsanız, mana bu igi çıkıdığan yeri mana bu. İş kıldık deyilgen işlarning birisi mana bu. Mana bu isimni Xitoyning arzusiga ko'ra qo'llanish. Shaxsan men bu Amerikaning bir tashqi ishlar amaldoridan birisiga kurashdim, xabaringlar bor va xabaringlar yo'qlarimi bor. Bunun bizge davatqını bir xalq özünün tuprağını qanda ataşını xalısa biz onunğa hürmet qılımız. Zaten bu bir aqalli bir iş ya bu. Eğer sen özüňni demokratçı deydigan bolsan, eğer sen özüňni hürlükning hamisi, demokratiyanın hamisi deydigan bir çoň döwlet bolsan, nim buluş gerek boldu? Bir xalqning arzusuga hürmet qilish aqalli majburiyet boldu. O halda eğer biz onu Şarkı Türkistan deb atsak, ulu bizning tanlashimizga hürmet qilishga mecbur. Hiç zaman bizga Xitoy qo'ygan ismni ulu tanmaydi. Xitoy tanıdı bizga. Xitoy tanıvatıdı bizga. Ama her dünyada hiç kim onu tanışqa qodir emas. Unda tanıdığan bolsa, özünün qanunlarına xilaflık deygan boladi qarindoshlar. Bu yalgan. Aşında demisek bombaydı eken degen sepsetler yalgan.
bizning tanlışımızga hürmet kılıdılar. Men öz kulağım bilen anlagan, bevasta anlagınım ana şu ve bugünküçe oturgu çıkırıvatımız, Salih oturgu çıkırıvatıdı bir kança hüccetlerin oturgu çıkardı. Körülüvatıdı ki, bizge müstakillik, bizim müstakillik deyimiz dep jakalavatdallar, xalqning rayidin qo'rqib, xalqqa dep qo'yavatıdı. O tarixdan beri devatıdı. Ya bugünkü şu varlık qarab, mana bu müstakillik. Qarindoshlar, onu bizga deb qo'ysa hisob emas uni. Uyaga nima yo'llavatıdı? Uyada nima talab qilyapti? Hozirgacha taqa bizning xalqimiz Xitoylardan ayrilishni xohlamaydi deb bir narsa yo'llayotganligi ma'lum. Mutlaq ko'p sondagi xalqimiz Xitoydan ayrilishni xohlamaydi. Xalqning asosiy arzusi Xitoylar bilan birga yashash degan mazmunni yo'llaydigan ahvollar hala mavjud. Bizga da'vat edini, xalqqa da'vat edini, Uyg'urlarni aldavat edini, mustaqillik shuvatdi. Endi uyadikisi hisob. Chet ellikka nima da'vat eddi? Biz ko'miga uyada nima da'vat eddi? Xalq bilmaydigan so'rinlardan nima da'vat eddi? Bu muhim. Agar biz bir ig'izdan o'rnimizdan dasturib bu ikisi bilan boshlanadigan bu çıplak sözge, bu hakaretke ortak karıştırdıgan bolsak chet ellikler bizning tanlışımızda çokum hürmet kılıdı. Bunun gumanınlı olmasın. Doğru. Hazır bu cihette bir yaxşı yüzünüş var herhalde. Bunun karşı avazlar yok diye bunda uçuk aşkar avuşta eksiden başlandıgan isimli ataş hata deb uçuk aşkarı çıkıdığanlar köp emasdi. Hazır xalqimizning mutlaq qismi sekrab qo'yapti shu ismga qarshi. Şuna dastlab akt bilan qonun loyihasi dastlab XG bilan boshlanibdiki, keyin shu Salih inimiz boshliq bir qism qarindoshlarimizniki tirishchanligi bilan uni Uyg'ur akt, ya'ni Uyg'ur akt deb o'zgartgan bo'ldi. Uyg'ur loyihasi degandek bir ismlar bilan o'zgaribdi. Herhalde bize yumshatilish bor. Men ishi nima, ya'ni biz o'zimizniki irodamiz bo'yicha gap qilsak, to'g'ri gap qilsak, bu demokratiyada bir kishiniki erkinligi ishidan chiqqan rest tuyg'ularni hurmatlash, uning erkinligini hurmatlash bo'lgandan keyin ular asta qabul qildi deb o'ylayman. U kunlarni uzun qolmas. Bu yerda bir ikki savolga qisqa javob elish majburiyatida qolyapman o'g'limga, chunki qarindoshlarimiz havol qilib ketdi. Birinchi savol, nima, ba'zi tashkilotlar hozirgacha hamda shu BDTga kirganligini dastlab qilib turib, biz BDTga engellangan birdan-bir tashkilot, shunga biz birdan-bir tashkilot degan safsatini setib xalqning ishonchiga erishishga tirishyapti. BDTdagi ahvolni bu qitim o'z ko'zimiz bilan ko'rgandan keyin, ya'ni Amerikaga o'xshash demokratiyaniki boshchisi u yerda umid yo'qki, bu BDTniki bu inson huquqlari komitetida bir ish qilib bo'lmaydi ekan, haqqoniyat yengib chiqmaydi ekan deb chekinib chiqib ketdi. Bu u yerda Xitoyniki shu qadar yolg'on bir raportni akilib, u yerda guldiras olqishlar ichida tasdiqlatib mayisini kelib ketganligini ko'rdi. Shunga xalqimiz orasida bir savol tug'ilyapti hozir. Bu BDTniki inson huquqlari komitetidan umid kutgili bo'lmaydi ekan degan bir ko'z qarash shakllanib qoldi. Sizcha ushta deyish to'g'rimi? Endi iliqi palgı işenme, palsız yürüme deydigan temsilimiz var konularda. Bunu köpüngli bilisizler ki. Endi palgı işenmey turup mu, yani palsız yürümeydigan mı iş var hayatta. Eğer muş işqa tak qasqıysa, işenmeslikimiz gerek olur elbette. Ama işenmey turup mu, yani onun bilen habilişimiz. Bu bo'lmaydi ekan deb uyada qiladigan faoliyatlarni tashlab ketishgan bo'lmaydi. Onunga xatamiz shu ediki, onunga shu bag'rimizni faqat qo'yib olganligimiz xato. Mushunga ish tutdi.
Qarindoshlar bir narsa esingizda bo'lsinki, biz million shehid vermey turib, bu vatan bizning qo'limizga kelmaydi qarindoshlar. O meclis açqanға bir vatan azat olamdı. Shundoq. Endi Sovet İttifaqının ulgusini ko'rsatdi menga ba'zilar. Sovet İttifaqının ulgusidek ish Xitoy bilan bo'lmaydi. Biri Sovet İttifaqının asosliq millati bo'lgan Ruslar bir Yevropa millati. Yani adamga o'xshab ketadigan bir millat. Bir hak adalet duygusu ölmegen bir millet. Hatta onun içinde ben nurgun misal verdim akla bilen Xitaylarning baskınçılık tabiatidagi farqlar deydigan maqolalar va kitaplarımda. Bu aqlamı mustamlik qilgan başka Asya, Afrika ellerini, Avrupalıklar. Endi bularning mustamlik qilish, istilo qilish tabiati bilan Xitaylarninki tabiatining arasida osmon zamin farq var qarindoshlar. Bunu tushunish lazım. Men ko'p misol verdim, hatta o'xshash gapni takrorlash bek ko'ngilsiz bir ish. Chari yo'q, mushu aqla istilo qilgan shu mamlakatlarda deylik-ki Janubiy Afrikada, deylik-ki Hindistonda Hindiston xalqi taraf turib o'zining millatiga qarshi turgan inglizlar bo'lgan. Ash Janubiy Afrikada bo'lgan. O'zining millatiga qarshi turgan. Ya'ni izilguchilarga yesidoshlik qilib. Sizlar hayotingizda bir Xitoydan ashunda bir ishni kuta olamsizlar? Bormi shunda bir Xitoy? Biz tarafda turib o'zining millatiga qarshi turadigan haqqoniyatchi Xitoyni ko'rdinglarmi? Anglab baqdinglarmi? Avval bu ken Xitoyning meclisi bilan bu vatanni ag'in olmaydi qarindoshlar. Cho'qim qon to'kishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri. Meyli o en oxirgi nuqtada az bir mezgilde olsun, meyli uzak so'zilgan shaklda olsun, cho'qim qon to'kish talab qilindi bizning ishimiz. Shunlashqa biz o meclislarga, namoyishlarga, noroziliklarga, imzo to'plashlarga bag'rimizni qo'yib olmaymiz. Mushuning o'zi masala hal bo'ladi degan o balalarcha tamada bo'lib qolsak, g'aflatda qolamiz qarindoshlar. Buning ziyni bor bizga. Buni faqat bakato'g'icha qiyg'ash turadigan bir ish. Xuddi ishonmay turibmi, yana bir pal soldirib baqqanga o'xshash bir ish deb bilsak bo'ladi. Bu bir diplomatiya harakati. Men 3 kategoriyaga ayirgandim-ku. Jimi hareket. Şunun içindeki diplomatiya hareketiga yatadigan barliq kişilik faaliyetlari mengi bu harekette qo'shimcha. Mengi qo'shimcha. Hergiz asosliq emas. Asosligi yanala azatlik hareketi. Yani qon bilan, jon bilan bo'ladigan hareket asosliq hareket. Fakat onun zaman itibarı bo'lganligi uchun tashqi shartlarga bog'liq bo'lganligi uchun uni qilaman degan vaqtda qiyg'il olmaydi. Farq mana o'sha. Ammo diplomatiya harakati tinchlik harakatlardan bo'lg'achqa buni bu tashqarida har zaman qiyg'il bo'ladi. Hech shuni qilmay o'tdasangiz o'zingizning vijdonining so'rg'iga duch kelasiz. Buning uchun o'zingizning qalbini avundirish uchun bo'lsa qilasiz bu harakatni. Ama bunun bilan hal olurmuş ki deb qo'ysangiz xato bo'ladi. To'g'ri. Bu javobingiz nihoyat aniq bo'ldi. To'g'ri tushundik. Tuvanda ko'rayotgan qarindoshlarimizning yaxshi javob oldi deb o'ylayman. Yana bir savolga qarindoshlarimiz qayta so'rab ketdi. Nurg'un telefon kelib ketdi. Men ololmay qoldim, chunki siz muhim gap qilayotgan holda telefon olsam gapingiz uzilib qoldi ekan, shuni telefon ololmay qoldim. Hozir Turkiyada shu 3000 kishini tizimlab Kanadaga akitadigan bir ish bo'lyapti. Bu bir qiziq nuqta. Bayı siz bir javob berganda qildingiz bu ishga, ya'ni sizlar o'zingizlarni
BDT'nin işğanlarga ve yoki Türkiye'deki küçük bir partiya ve yoki teşkilatlarga tizimletiş orqali o'zinglarni qo'llab qilinglar dedingiz. Endi bizning ba'zi tashkilotlar biz mush odamlarni tizimlab hukumat yo'li minib Kanadaga 3000 odam ekitimiz deb ochiq oshkora hozir tizimlash yapyapti-da İstanbul'da. Bununla nurg'un qarindoshlarimiz Turkiyadagi bir javob og'isi bor. Mushlarni qilayotgani to'g'rimi, ishonchlikmi, bularga ishonsak bo'lamdi? Chunki burun o'tgan yil yoshlar bir tizimda nimaga bu davlatlarning nimasiga olmay palon tashkilotniki bir liderning qo'liga beribdiki, u yana shu BDTga olib berishdan qilgan o'xshaydi. Shu bu yerda ba'zi gumonlar mavjud-da. Shunga G'ulom akamiz nima deydiki, shu ish to'g'rimi xato, shu imzo olsak bo'lamdi, bo'lmamdi deb jiq so'rab ketdi. Men de shuni sizdan qayta so'rashga majbur bo'ldim buni. Bu savol haqida shaxsiy xat yozib so'ragan qarindoshlarimizmi oz bo'lmadi. Men shaxsiy xat yozganlarga shaxsiy xat bilan javob berdim. Bu ishni mening asosan hech qanday bilgim yo'q. Hech uchurim yo'q. Ya'ni bilmay turib men bunga keskin hukmni qilsam xato bo'ladi. Lekin buni qilayotgan odamlarningki salohiyati, fazilati nuqtasidan ehtiyot qilishni tavsiya qildim xat yozgan qarindoshlarga. Chunki u biz bilgan odamlar shunga ehtiyot qilgan yaxshi dedim. Endi bu yerda pul qo'ymichilikqa bormiki desak, pul so'ramida hozirgacha dedi. Pul so'ramagan bo'lsa, tizimlatib qo'yganning ziyni yo'q deb javob berdim. Ammo pul so'ragan uchurlar bek tafsiliy bo'lganligi uchun gumonini qo'zg'abdimish. Deylikki, chashning rengi, ko'zning rengi, bo'yning egizligi, eg'irlikdan tortib, butun alayidlik so'ralır ekan. Shunga bu uchurlarimizni Xitoyga berib yetib qolmamdi degan endishlar. Endi meningcha o'g'anda buning Xitoyga bir qimmat bo'lishini hisob qilmadim men. Chunki Xitoylar zaten biladi chet elda kimning borligini. Uchurni u yetkazib bermasimi, zaten aramızda Xitoyning ayg'oqchilari o kadar ko'p. Bizning har bir harakatimiz, har bir madrasalarımizcha Xitoyga ma'lum bo'lib turdi. Bunda bo'lgan ekan, bu tizimlash orqali barliqqa kelgan bu uchurlarning Xitoyga o kadar qimmati bor deb o'ylamayman. Zaten Xitoy uni biladigan bir uchurlar o. Yoki xohlasa uni yoshirin shakldami egallayalaydigan bir uchur. Shunlashqa buningdan o'kib ketmay tizimlatib baqsa bo'lsa bo'la, bo'lmasa izpil bo'la degan tamsil bo'yicha. Agar bu faqat yuz bersa bir qo'ymichilik hodisasi yuz berishi mumkin deb qaralgan vaqtida pul so'raydigan yeriga diqqat qilsa menimcha bo'ladi. Agar pul deydigan yeriga kelgan vaqtida Kanadaga borgandan keyin beraman deyilsa, boshqa cho'ng chataq chiqmaydi yoki bu ish oqmasa oqmagan pet qoladi, bu jumlaga ziyni yo'q deb shu maslahatni berdim hozirgacha. Ammo yana bir tavsiyam, bunda ishlardan ko'proq xabari va bir singlimiz va shu Kanadaning Torontoda ilgari shu Kanada Uyg'ur jamiyatiga raismi bo'lgan bir mezgil shunda ishlarga hukumat bilan aralash ba'zi ishlarga ishtirok qilgan ma'lum tajribasi bu ko'chmanlik masalalari haqida bilgisi bo'lgan bir singlimiz bor. Ruqiya Turdush deydigan. Menimcha shu Ruqiyadan bilgi olsanglar texmi ishonchli bo'ladi.
Endi men özüm hiç alakam bolmagan bir sahage bek keskin bir cevapını bersem hatadan hali oğun olmay kalıdı ki yine de bu tüpeyilden ziyan tartıp kalsanlar meni ıllap kalasılar. Şuna en yaxşısı şu Ruqiyani izlep ketip şunundan bir sorap baksanlar. Tamam. Yana bir iş, G'ulomka şu yakında ya bir iş bo'latıdı. Türkiye'deki yana bu iş, yani Türkiye'deki qarindoshligimizga munosabatlik. Yakında Xitoy hukumati bilan Türkiye hukumati şu adliyada hamkorlashish to'g'risida bir to'xtamlashganligi to'g'risidagi xabar chiq odamlarni andishaga solatydi. Anlasak Xitoy hukumati ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz ustidan Türkiye hukumatiga arz qilgan ishlar bor. Ya'ni bu terörist yoki jinoyatchi buni bizga o'tkazib bersa degan ishlar bo'lganmish. Ham ba'zi mish-mish gaplarda bir Xitoy hukumati Türkiye hukumatiga bir tizimlik topshirgan gaplar bor bu yerda. Şuna hazır Türkiye'de sizin bilisiz az bo'lmagan qarindoshlarimiz yashayotdi. Hem muqim emas ularniki o'tirma yoki iqomati yoki pasporti yoki nimasi yo'q. Mushta holatda shu Misrda yuz bergan fojia Türkiye'de mi yuz berib qolamdigandi deb qattiq andishada o'tirgan qarindoshlarimiz bor. Sizce Misrda yuz bergan fojianiki Türkiye'de yuz berish ehtimoli qanchalikdir? Türkiye'de yüz bermeydi deb keskin xulosa chiqarammayman. Çünkü devlet menfaatlanmadan a'lo bo'lganlik uchun yuqorida deb o'tgan sabablarga ko'ra devlet menfaat usti qildigan bo'lgandan keyin va bugungi Türkiye Xitoylar bilan ko'p sohada, ko'p turda hamkorlik o'rnatyapti. Yani Türkiye Xitoyning texnikasiga muhtoj, puliga muhtoj bir ahvolda. Ening ustiga hozirning o'zida Xitoyga hali ko'p qarzda ekan. Endi bilasizlar, shu turmushda birisidan qarzimiz bo'lsa, shuning oldida beshimizni sal pastroq tutadigan bir ish bor endi. Yo'g'on gapni azroq qilamiz ham buning oldida. U varan gapni u qiysimi biz bo'shroq turamiz. Qarzigisining endi bir kuchi bo'ladi endi. Davlat uchunmi bu o'xshashli kuchga ega bu teoriya. Qarzdalar qarzigisining oldida qo'l qo'yishtirib turishga majbur. Onun talepleri oldu, bu onun taleplerini orundaşkımı mecbur olap kaladı. Endi bunda orundaş fakat şekil cihette okşamaslıkı mümkün. Mesela Mısır'ın Xitoyning taleplerini orundaş şekli bilen Türkiye'nin orundaş şeklinde fark oluşu mümkün. Ama orundaşның özü yanıla inkar qilgan olmaydigan bir taraf. Yani her ikkili xil ahvolda natija e'tibori bilan qazigisinin talablarının o'rindiladiganligi xulosasini chiqarg'ili bo'ladi. Endi qarindoshlikni jiqqa ta'kidlab turamiz. Normalda Turkiyada bo'lganlar turklarga bek amroq qo'lab qolamiz. Men shu turklarni yaxshi ko'raman va Turkiyani bek yaxshi ko'raman. Endi Türkiye'deki Türk qarindoshlarimizni desek, bu her zaman kuchga ega ve her zaman to'g'ri. Ama hakimiyet nuqtasini aytgan vaqtida hakimiyet hissiyat bilan ish qilmag'achqa tarixdimi bu uzoq tarixda 30-yillarda O'rta Osiyoning siyosiy qochoqlarini Türkiye turkumlab bu Azerbaycan chegirasi tarafdan o'tkazib bergan Kavkaz tarafdan Sovet ittifoqiga. O kadar echinishli voqealar bo'lganki o zamanda. Hatta quchoqdagi bolalarini o'tkazib berilayotganlar, quchoqdagi bolalarini turklarga berib etishni
yol verip so'ragan mushu balam bo'lsinmi qilib qolsin ma birisi beqavasin desa unamay poyizga qachilab yo'lga sağgan. Bu kaçaklar, bu ötküzüp berilayotganlar ba'zilari hatta chidayanmay poyiz qo'zg'algandan keyin aş quchoqdagi balani poyizning derisidan tashlab etdi. Endi poyiz menib ketgandan keyin uni qayta ekib bermaydi. Aşağıda birisi beqavasin, gerçi bir şeyleri endi sunup yaralansın hem de ölmey chiqib qolsa birisi beqavasin de. Endi davlat mana shunda rayimsiz bo'ladi qarindoshlar bu hokimiyatdagi. Endi bundaq bir fojia 30-yillarda bo'libdi endi bu diktator zamonda hamda hozirgi demokratik bir davrda tekrar yuz beramdi. Unda ish hech bo'lmaydi deydiganlar chiqar. Menimcha o şekilde bo'lmaydi faqat. O şekilde bo'lmaydi. Ama fakat bo'lmaydi desem belki yolg'on bo'ladi. Çünkü mana kelgan ba'zi ma'lumotlarda ba'zi mahallalardan Uyg'ur yoshlardan bir turkum tutqun qilingan. Bu tutqunlar qaysi turmada? Türkiye'nin içinde mevcut mu yoki mevcut emasmi? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q ekanligini deyishmoqda. Mana bu ahvol bizga ogohlantirdi. Ehtiyotga ogohlantirdi. Diqqat qilishga ogohlantirdi. Endi mush Uyg'urlarning so'rig'ini hisob kitobini kim qiladi? Türkiye'nin külliki yağmurlukның tegidi can beqavatkan Uyghur teşkilatlarının kılalışı natayın bunu. Onun için ben deymen ki muhalif partilerinin küllik astığı kirib almak lazım. Uluğu tizim kaldırmak ve uluğu bu ahvalını təminlemek lazım. Bu davanı muhalifli bek yaxşı kılalaydı. Endi Türkiye'nin bu qarzdachilığı her narsaga qistab qo'yishi mumkin. Buni qilmaydi deb keskin deyolmaymiz. Men burun keskinmi deyalaydim. Agar ash qarz bo'lmagan bo'lsa, buni keskin degili bo'lardi. Ya bunday ishni Turkiya qilmaydi deb. Lekin bu qarzdachilik va yana davomliq qarzga bo'lgan ehtiyoj her narsega mecbur qilib qilishi mumkin. Shunga ihtiyotan bu ishni tashkilotlarga topshirib o'tmay, hozir Turkiyada guruh bo'lish va Uyg'urlarning ichida har turli guruhlar bo'yicha tizimlanib muxolif partiyalarning kullik ostiga kirish, tizimlikni topshirish va tutqun qilinib g'oyib bo'lganlarning haqida uchur vermek lazım olur. Bunu sürüştü qılalaydı, biz qılanmaganmiz. Endi bu ahval Allah saqlasın. Çünkü Mısır'da bu ahvalni öz gözümüz bilen ko'rdik. Xitoy hakikaten vahşi. Özünün iqtisadi gücü başka güçler bilen aşı bir devletninki hükümetini setip edip yoki besim qilib az bo'lmagan Uyg'ur ailesini vayron qilib etdi. Nurg'un qarindoshlarimizni tutib ketdi. Türkiye hamda bizning qon qarindoshimiz bo'lishi bilan bunda ahvolning bo'lish ehtimoli men toza yuqori emas deb qarayman-yu, sizmi dedingiz bunda ahvol yuz bermaydi deb kesib tegilib bo'lmaydi deb Allah saqlasin. Herhalde siz bu özünüzün tavsiyelerinizni verdiniz Türkiye qarindoshlarımızga. Hem teşkilatlarımız bu haqda işning oldini elish ve yoki isloh yuz berib qolsa Xudoyim saqlasin da yuz bermasin. Biz nim qilalaymiz deydiganga hozirdan boshlab o'yinish kerak deb o'ylayman. Hamma tashkilotlar ham qo'lini ish qila oldi.
Oğlamka cık vaxtınızda aldım. Arlıqda bir qeyrinişimiz az degende 10 qatim telefon qildi. Hem sizning gapingizni bo'layotmay deb alamadım. Men bir telefon qilib baqay, agar muhim bir savol bo'lib qolsa anglaydi. Bo'lmasa bugun cık vaxtınızda aldım. Qani bu qeyrinişimiz telefonni olamdi, omamdi. Assalamu alaykum. Aleykümselam ve rahmetullahi. Keçirsiz bay neşqatim telefon qildingiz, alamadım çünkü oğlamaka gap qıvatıdı, hem gapının beligi tepetmeyli dedim. Sual qoymoqchi middingiz bugun yoki Ya bu sənədə münasibət etdiyinizdə tamam. Öyle hazır canlıqdasın, ben sel turib burayı sizge. Biraz sadece bu siz oynadı. Keçirsiz oğlamka. Ama qayt ursa bu qeyrinişimiz men to'limaydigan birisiga shu savol qo'ydigan şeyletim əməliyyatını davam eski. Vaqtmi berib qopdi, oğlamka ko'p vaqtingizni aldım. Sizmi charchab qaldingiz. Bugun ama jiq savollarimizga yaxshi javob berib oldik. Buning uchun ko'pchilik nomidan sizga rahmat aytaman. Oxirida bir qisqacha xulosa so'zingiz bo'lsa olsam, undan keyin programmani oxirlashtirsak. Men nima xulosa qilay? Mening ishim tag'imi avib ketganligi uchun qarindoshlar bilan bu ekranda pat birga bo'lolmayman endi bundan keyin. Deydigan gapim mo'jiqada yo'q. Men ya'ni shaxsiy o'zimning video nashrlarimni qarallik qilolmaydigan avvalga kelib qoldim hozir. Shundaqla sizdek boshqa muxbir qarindoshlarımızın ziyoratlarini qabul qilolmayman normalda. Bugun ba'zi savollar o'zimni qiziqtirganligi uchun va bu savollar menga shaxsiy xat yozibmi ko'p so'ralayotgan bo'lg'achqa har bir xat yozganga bijdin javob bergicha müşahede ortak cevap veriyor deydigan bilen bu iş bulup. Şuna qarindoshlar meni kechirsandı, men doim chiqib sizlarga muloqot bo'lolmayman. Bundan boshqa gap yo'q hozircha. Bo'ldi, bu ahvolni to'g'ri tushundingiz, G'ulomka. Siz ko'p charchadingiz, yaqin ko'p safarlarni qildingiz, ham jiq ishlaringiz bor sizning. Yazılgan, okuyulgan hem teşkilatının işlerinin çoğun var, sürgünlük hükümetindeki. Bunda oğlandan keyin to'g'ri tushunamiz. Oxirida sizga deydiganimiz yana Allohdan teningizga salomatlik tilaymiz, turmushingizga xotirjamlik tilaymiz. Bugun alayda vaqt ajratib, ko'p savollarimizga javob berganingiz uchun yana bir qatim rahmat. Yana bir ko'rishish nasib bo'lguncha omon bo'ling, xayr, Allohga omonat. Allah'a emanet hem qarindoshlar. Allah'a emanet. Hoş. Hoş. Çıktım bugün seferge, tirikçilikte yandırıp, kaldı ketken yolda, ata-anam tenürüp, gözleriyle yaş ile, Sügünümden hak aldı, onların eşirdi, oğul kızım o kaldı. Xudayımga amanet, dep kademe başlarım, aldımdaki sebep, yolga nazar taşlarım. Bu yollar uzun yollar, bu yolda ölüm tolar, adam kaçan kürden,üşterse bir bağlar. Orap şirin uykular, bu yollar boynuna,
Ketdi жұмылып көзлер, Aləmin oldu cüda, Şum əcəl elib getdi, Dillarını qiyan etdi, Kuyumcan həm xəbirdan, Əzizlər ölüb getdi. Acaba geç musafir, Bir neşi ilerley, Ne düşürdüm dendiler, Deliye gidenler. Dua kılıp sorayım, Allah'ın amanlıkını, Yol düşürgen musafir, Görmez son yamanlıkını. Xudayımğa amanət Dəb qələmi başlarım Aldığımdaki səbə Yolda nəzər taşlarım Bu yolda uzun yollar Bu yolda ölüm doğar Adam kaçan ki oradaÜşler sebib Allah Namımlı hey Allah Dua kılıp sorayım Yol düşün musafirlerim Amanlılığını dileyme Amin